Start recording videosi bo'lyapti. Demak, hammaga salom. Bugun biz string metodlarini o'tamiz. Biz oldingi darsimizda stringni o'tgan edik, to'g'rimi? Demak, stringni o'ziga xos metodlari bor. Masalan, hamma harfini katta qilib beradigan, hamma harfini kichkina qilib beradigan, bosh harfini kattalashtirib beradigan har xil metodlar mavjud. Biz hozir birinchi o'rganadigan metodlarimiz lower va upper metodlari bo'lib, ularning vazifasi kattalashtirish va kichkinalashtirish. Masalan, name barobar input ism kiriting. Aytgancha, biz oldingi darsimizda inputni o'rgangan edik. Ba'zi bir joylarda inputdan ham foydalanib ketishimiz mumkin. Demak, endi print orqali name nane bo'libdi. Nane bo'lsa nane. Voy. Name string metodlarini doim nuqta bilan chaqiramiz. Nafaqat string, butun bir metodlarni nuqta bilan chaqiramiz. Upper deb yozib qo'ysak va tagiga va lower deb yozib qo'ysak, endi ishlatamiz. Qani? Ism kiriting. Masalan, hammasini kichkina bilan yozyapman. Muhammadjon. Birinchisida katta qilib beryapti, ikkinchisida o'zgarmayapti deyishingiz mumkin. Endi bu safar katta qilib Muhammad jon deb qo'ysak, mana bunda kichiklashtirib beryapti, bunda hattoki jonni ham kattalashtirib beryapti. Upper va lower funksiyalar shunaqa. Upper kattalashtirib beradi, hamma harflarni, lower kichiklashtirib. Biz masalan ismni faqat bosh harfini kattalashtirmoqchimiz desangiz, yoki bironta bir so'zni bosh harfini kattalashtirmoqchimiz desangiz, buni ham bir usul bor. Title va kapitalizm. Demak, bu yerda masalan name barobar shohruh desak, print bilan name'ni chaqirib, bunga title beramiz. Keyin tagiga esa yana print bilan chaqirib, upper emas, kapitalizm beramiz. Mana ikkisida ham bosh harf bilan chiqyapti deyishingiz mumkin. Bu ikkovini nima farqi bor desangiz, masalan, bu yerga shohruh emas, uning ismi shohruh deb qo'ysak, mana endi ko'ramiz farqini. Mana title har bitta so'zni bosh harfini katta qilib beradi. Kapitalizm esa har bir gapning birinchi harfini katta qilib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, uning ismida faqat u katta bo'lib turibdi. Uning ismi Shohruhda birinchisida, ya'ni title bilan yozilganda, ham u, ham i, ham s hammasi katta bo'lib turibdi. Endi bu ham bo'ldi. Demak, endi replace o'zi nima qiladi desangiz, replace'da siz qanday tushuntirsam, replace'da siz o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, number barobar bu o'xshamas ekan bunday, mayli string bilan qilaveramiz. Mana 66 584 22 99. O'zimdan men nomer yozib qo'ydim. Bu nomerda nima xato? Bu nomerda
ushbu yer, ya'ni bu yerda rishotka emas, plus bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Biz demak buni o'zgartirib qo'yamiz. Print numberni replace funksiyasi orqali, yo'q, bular kerak emas. Qo'shib tirnoqni plusga o'zgartirib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, plusga o'zgaryapti. Endi bu yerda nima bo'lyapti desangiz, birinchisi ushbu numberda aynan qaysini olmoqchisiz va ikkinchisi nimaga o'zgartirmoqchisiz. Ya'ni mana bu yerda ham o'zi aytib o'tiribdi, eskisi va yangisi. Bu yerda bemalol xato qilganlaringizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Start with va end with. Bular nima desangiz, masalan, text deymizda barobar salom, meni ismim Muhammadjon desak, endi bu yerdan print orqali textni chaqiramiz va bu yerga replace yo'q, start birinchi bo'lib start with mana start with, hozir mana kommentariyaga tursin. Start with. Endi bu yerda so'rayman, so'zning boshida salom degani bormi? Bunda ko'rib turganingizdek bulon ma'lumot turi orqali bizga javob beradi. Xo'p, endi mavzuga qaytamiz. Start with u boshida ushbu ma'lumot bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. End with esa oxirida ushbu ma'lumot bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. Buni o'rniga end with. End with, masalan, oxirida John degan bormi? Albatta bunda ham true chiqaradi. Agar bitta ushbu so'zlarni katta harf bilan yozib qo'ysak ham bizga false chiqaradi, chunki ushbu ma'lumot bu yerda umuman yo'q. Start with bilan end with ham shu edi. Endi count. Tasavvur qiling, uzun bir matn bor. Siz u yerda bir narsani qayta sanamoqchisiz, ya'ni o'sha yerda qancha borligini bilmoqchisiz. Biz buni count orqali qilamiz. Masalan, hozir ham text salom, meni YouTube kanalim bor. Men YouTube kanalimda 100 tadan oshdim desak, endi bu yerda so'raymiz. Print orqali textni count metodi yordamida S harfi bormi? Salomda bor. S harfi adashmasam bitta, to'g'rimi? Ikkita ekan. Yana qayerda bor? Kanalim bor. Men YouTube kanalimda 100 shda bor ekan. Endi bu yerda so'z emas, YouTube desak, YouTube degan so'z biz 2 marta yozdik. Bu yerda ham keltirib chiqaradi. Ya'ni bir matnda ushbu so'z qanchaligini bizga sanab beradi. Demak, endigi keyingisi string metodi, f-string. Keyingisi f-string bo'lib, f-stringda masalan so'raymiz, name barobar Shohrux name to barobar hop Aliyev desak, masalan, tagidan age desak, 20 ga teng desak,
Endi print orqali aytamiz. Bu yerda masalan men Shohrux Aliyevni qo'shib chiqarmoqchiman. Name qo'shilgan name to. Bemalol qo'shib chiqaradi, lekin mana bu o'ralig'i yopiq, to'g'rimi? Buni ochish uchun ikki xil yo'li bor. Birinchi yo'li bu yerda string orqali, ya'ni bir bo'sh joy tashlasak bu yerga mana endi orasini ochib beradi. Endi men bu yerga age'ni ham qo'shmoqchiman. Nima qilaman? Plus yana ochiq joy va plus age. Bizga xatolik keltirib chiqaradi, chunki hech qachon stringga integerni qo'shib bo'lmaydi, ya'ni sonlarni. To'g'rimi? Demak, buni ham bir yo'li bor. F-string orqali. F-string ushbu ko'rinishda yoziladi va ichida yozamiz. Hop, name to ning yoshi masalan age ga teng. Bu yerda keltirib chiqaradi mana. Shohrux Aliyevning yoshi 20 ga teng. Bu yerda hech qanaqa error keltirib chiqarayotgani yo'q. Demak, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlar bu mavzuga tushundingiz deb. Men sizlarga yana bir xabar. Men 200 ta bo'lgandan keyin jonli efir, ya'ni stream qilmoqchiman. Shu uchun iloji boricha obunachilarni ko'paytirsangiz, tezroq stream chiqadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.